Bularning bari 60 da edi. Hozir sochlarimga oq oralagan, farzandlarim ulg'aygan, hayotim tinch osoyishta davom etmoqda. Lekin ba'zida hovlidagi daraxtlar barglari tokilganida o'sha kunlar yodimga tushadi. Yuragimning tubida ko'milgan, hech kimga aytilmagan sirim qalqib chiqadi. Bu hikoya men va erimning ukasi, mening qaynim haqida. Men bu xonadonga kelin bo'lib tushganimda yosh edim, sodda va hayotdan umidvor qiz edim. Erim Akmal aka yaxshi inson edilar. U kishini hurmat qilardim, oilamiz tinch edi, lekin ortamizda qandaydir ko'rinmas devor borligini doim his qilardim. U kishi ertalab ishga ketib, kechqurun charchab qaytardilar. Bizning suhbatlarimiz faqat rozxor va kundalik tashvishlar haqida bo'lardi. Qalbimda esa bo'shliq bor edi, iliqlik yetishmasdi. Ana shu bo'shliqni to'ldirgan erimning ukasi Oybek edi. Oybek o'sha paytlarda endigina institutni bitirib uyga qaytgan, ko'zlari yonib turadigan, hazilkash va dunyoqarashi keng yigit edi. U Akmal akamga umuman o'xshamasdi. Agar erim qishning sovug'i bo'lsa, Oybek bahor quyoshi edi. U uyga kirib kelishi bilan hovlimizga jon kirgandek bo'lardi. Hammasi oddiy narsalardan boshlandi. Men ertalab hovli supurayotganimda, u yugurib chiqib, "Kelinoyi, qo'ying, oxir chelaklarni o'zim ko'taraman" deb yordam berardi. Dastlab men buni oddiy hurmat, uka va kelin o'rtasidagi munosabat deb o'yladim. Lekin vaqt o'tishi bilan uning nigohlarida boshqacha bir ma'no, boshqacha bir g'amxo'rlik borligini seza boshladim. Bu ishq emasdi, yo'q, buni ishq deyish gunoh bo'ladi. Bu boshqacha bir bog'liqlik edi. Biz bir tom ostida yashardik, bir dasturxondan ovqat yerdik, lekin ortamizda buzib bo'lmas sarhadlar bor edi. Shunga qaramay ruhimiz bir-birini tushunadigandek tuyulardi. Erim payqamagan yangi ko'ylagimni Oybek darrov sezar va "Sizga juda yarashibdi" deb qo'yardi. Erim tinglamagan orzularimni Oybek jimgina eshitardi. O'sha kuz oqshomi haligacha esimda. Tashqarida kuchli shamol esardi, daraxt shoxlari tinimsiz shivirlardi. Elektr chiroqlari ochib qolgan, uy ichi nimqorong'u edi. Qaynonam va qaynotam qarindoshlarnikiga ketishgan, erim esa hali ishdan qaytmagan edi. Men oshxonada sham yorug'ida kechki ovqatga tayyorgarlik ko'rayotgandim. Oybek kirdi. Uning qo'lida kitob bor edi. U stulga o'tirdi va menga qarab qoldi. "O, bugun juda g'alati kun, shunday emasmi, kelinoyi?" dedi u past ovozda. Men xamir yoyishdan to'xtab unga qaradim. Sham yorug'ida uning yuzidagi ifoda juda ma'yus va shu bilan birga juda yaqin tuyuldi. "Ha, shamol tinmayapti" dedim men, ko'zlarimni olib qochib. "Men shamolni aytmayapman" dedi u ovozida qandaydir titroq bilan. "Men uydagi sukunatni aytyapman. Ba'zan odamlar yonma-yon yashaydi, lekin bir-biridan juda uzoqda bo'ladi. Akam sizni tushunmaydi deb qo'rqaman." Bu gaplar yuragimga qadaldi. Bu taqiqlangan mavzu edi. Men erim haqida uning ukasi bilan gaplashmasligim kerak edi. Bu xiyonatga teng edi. Lekin shu bilan birga kimdir mening dardimni bilishi, kimdir meni ko'ra olishi shunchalar yoqimli ediki, o'zimni to'xtata olmadim. "Har kimning o'z taqdiri bor", Oybek dedim pichirlab. "Biz o'zbek ayolimiz, sabr bizning ziynatimiz." Oybek o'rnidan turdi va sekin men tomonga bir qadam tashladi. Ortamizda bir necha qadam masofa bor edi, lekin havoda shunday kuchli hislar bor ediki, nafasim tiqilib qoldi. U mening qo'limdan tutmoqchi bo'lgandek qo'lini cho'zdi, lekin havoda to'xtab qoldi. "Siz baxtli bo'lishga loyiqsiz", dedi u. Uning ko'zlarida achinish emas, hayrat va yashirin bir dard bor edi. "Men har kuni sizning ko'zingizdagi dardni ko'raman va bu meni ezadi. Agar vaqtni orqaga qaytarib bo'lganida edi." U gapini tugatmadi. Tugata olmasdi ham. Chunki bu gapning davomi bizning oilamizni, nomusimizni va butun hayotimizni ostin-ustun qilib yuborgan bo'lardi. Men unga qaradim, ko'zlarimda yosh qalqidi. Biz ikkimiz ham jarlik yoqasida turgan edik. Bir noto'g'ri so'z, bir noto'g'ri harakat va hammasi barbod bo'lardi. O'sha lahzada uyimiz darvozasi ochildi. Mashina ovozi eshitildi. Sehrli va qo'rqinchli lahza shu zahotiyoq sindi.
Oybek chochib tushdi, yuzidagi ifoda o'zgardi, yana o'sha odatdagi quvnoq ukaning niqobini kiydi. Men xonamga kirib dam olay dedi va tezda oshxonadan chiqib ketdi. Men esa o'sha yerda sham yorug'ida titrayotgan qo'llarim bilan qoldim. Bu nima edi? Bu xiyonatmi? Yo'q, biz bir-birimizga tegmadik, yomon so'z aytmadik. Lekin ruhimizda sodir bo'lgan bu yaqinlik, bu tushunish jismoniy xiyonatdan ham og'irroq yuk edi. O'sha kundan keyin Oybek o'zgardi. U mendan qochadigan bo'ldi. Ko'zlarimga qaramasdi, hazillashmasdi. Uyda kamroq turadigan, ko'proq ko'chada vaqt o'tkazadigan bo'ldi. Men ham o'zimni panaga oldim. Ikkimiz ham tushunardik. Bu olovni o'chirish kerak, aks holda u butun uyni kuydirib kul qiladi. Oradan 6 oy o'tib Oybek uylandi. Ota-onasi unga o'zlari tanlagan yaxshi bir qizni olib berishdi. To'y kuni men kelin salonda turardim, Oybek esa kelinning yonida baxtli jilmayishga harakat qilardi. Lekin bir lahza, faqat bir lahza uning nigohi men tomonga tushdi. O'sha nigohda kechiring va alvido degan so'zlar bor edi. Men yig'lamadim. Men faqat ichimda bir narsa uzilib ketganini his qildim. Bu taqiqlangan romantika o'sha yerda, o'sha to'y oqshomida dafn etildi. Hozir oradan yillar o'tdi. Oybek o'z oilasi bilan boshqa shaharda yashaydi. Biz bayramlarda ko'rishib turamiz, oddiy qarindoshlardek gaplashamiz. Yaxshimisiz, bolalar kattami shunga o'xshash so'zlar. Lekin har safar kuz kelib shamol daraxtlarni silkitganida, men o'sha oqshomni, oshxonadagi sham yorug'ini va aytilmay qolgan so'zlarni eslayman. Bu mening gunohim emasdi, bu mening tanlovim ham emasdi. Bu shunchaki taqdirning o'yini, yoshlikning adashgan hislari edi. Ba'zi hislar borki, ular faqat zulmatda, sukunatda yashashga mahkum. Bu 60 edi. Va 60 qolgani yaxshi.